Bugun ishemiya va stas haqida gaplashamiz. Demak, ishemiya bu kamqonlik dedik. Ya'ni o'tgan darsda aytib o'tdim. Ishemiya bu mahalliy qonning kamayishi. Demak, organ yoki to'qimaga arterial qon kelishining kamayishi tufayli qon bilan ta'minlanishni buzilishi hisoblanar ekan. Demak, umumiy qisqa qilib aytganda, o'sha arterial qonni a'zoga kelishini kamayib ketishi ekan. Demak, buni mana qanaqadir qon tomir ichida qanaqadir sabablar bo'lishi mumkin-da. Masalan, qon tomir ichida tromblar, embollar bo'lishi mumkin yokida qon tomir tashqarisida bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Shunga qarab ishemiyani 3 ta turi bor. 3 ta turi bor. Bu qanday? Mana. Demak, birinchi turi bu kompression turi hisoblanadi, ikkinchi turi obturatsion, uchinchi turi angiospastik. Demak, kompression turi qanaqa bo'ladi? Qon tomirni tashqi tomondan ezilishi tufayli qon bilan ta'minlanishini kamayishi. Bu o'sma bo'lishi mumkin, chandiq bo'lishi mumkin, shish bo'lishi mumkin, jigut bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Mana shu omillar ta'sirida demak, qonni o'tmay qolish hisobiga o'sha a'zoda ishemik holat yuzaga keladi. Yokida operatsiyalarda arteriyalarni bog'lab qo'yishadi. Mana buni uzoq vaqt davomida turishi ham, demak, kompression ishemiyani rivojlantirib qo'yishiga sabab bo'ladi. Demak, bu shunaqa. Endi kompression bo'lsa, qon tomiri tashqi ta'sir bo'lib ezib, o'sha nimani qonda o'tkazmasligi kerak kompressionda. Endi obturatsionda uni teskarisi, ya'ni qon tomirida ichki tomonida bo'lishi kerak to'siq. Demak, qon tomirida ichida nima bo'lishi mumkin? Demak, u tromboz bo'lishi mumkin, trombmi, emboliyami? Mana shu yog' emboliyasi bor, havoli emboliya bor, trombotsitlar hisobiga agregatsiya bo'lib, tromb hosil bo'lishi bor, to'g'rimi? Mana shu moddalarning hammasi qon oqimini to'xtatib qo'yish hisobiga obturatsion ishemiyani yuzaga kelishi mumkin ekan. Keyingi turi angiospastik turi hisoblanadi. Qon tomirlar silliq mushaklarini, ya'ni spazm natijasida yuzaga keladi. Demak, aynan o'sha qon tomirlaridagi silliq mushaklar bor, bilamiz. O'sha qon tomirlaridagi silliq mushaklar kengayib bo'shashib turish hisobiga vazodilatatsiya va vazokonstruksiya bo'ladi. Demak, buni qanday omillar hisobiga bo'lishi mumkin? Aynan angiospastik fizik omillar bo'lishi mumkin. Sovuq ta'sirida bilamiz, qon tomirlar torayadi. Kimyoviy omillar, dori vositalari, qon tomirda kengaytiruvchi, toraytiruvchi dorilar bor. Masalan, shu toraytiruvchi dorilar. Biologik omillar, bakteriya toksinlari, zaharlar bo'lishi mumkin. Emotsional omillar, stress, psixologik faktorlar, og'riq bo'lishi, to'g'rimi? Aynan bilamiz, yurak ishemik kasalligiga chalingan bemorlarda aynan o'sha ateroskleroz rivojlangan bo'ladi va bu ham ishemiyaga sabab bo'ladi. O'sha ateroskleroz plakcha, ya'ni ateroskleroz bilyashka turgan joyga tromblar borib tiqilib qolish hisobiga o'sha trombdan keyingi sohaga to'qimaga o'sha oziq moddalar yetib bormaydi. Nimaga? Chunki qon o'tmayapti. Mana shu hisobiga demak ishemik holat yuzaga keladi. Oxir-oqibat nekrozlanish paydo bo'lishi mumkin. Demak, bunga stress omillar ham juda ham muhim ahamiyatga ega. Chunki stress omillar qon tomirlarini toraytirib yuboradi. Simpatik nerv sistemasining faolligi oshib ketishi hisobiga. Xo'p, endi belgilari qanday bo'ladi? Organlar oqaradi. Nimaga? Chunki qon o'tmayapti, qon oqaradi. Siyanoz bo'ladi. Nimaga? Chunki karbonat angidrid ko'payib ketyapti. Haroratning kamayishi, metabolizm susayib ketyapti. Organ hajmi kichrayadi, oziq-ovqat bilan ta'minlanmaganligi uchun og'riq bo'lyapti. Demak, og'riq o'sha kuchli o'sha sohada kislorod, oziq modda bo'lmaganligi sababli o'sha a'zoda nima bo'lyapti? Kuchli stress bo'lyapti. Buni hisobiga og'riq retseptorlarini qo'zg'atib yuboradi. Oqibati nima edi? Ya'ni asorati bu energiya almashinuvining buzilishi, ya'ni ATF kamayib ketadi, chunki kislorod yo'q. Buni hisobiga energiyaga bog'liq bo'lgan jarayonlar to'xtab qoladi. Ya'ni mushaklar qisqarmaydi, bezlar gormonlar sintezlamaydi yoki boshqa narsalar. Buni hisobiga, demak, kislorod yo'q, ATF yo'q, buni hisobiga nekroz rivojlanadi hujayrada. Nekroz keyinchalik o'sha nekroz hujayralarda infarktni shakllantirib qo'yishi mumkin. Biriktiruvchi to'qima komponentlari o'sib, hujayra o'limi, keyinchalik chandiqlanish holatlari yuzaga keladi. Bu ishemiya holati. Endi ishemiyada shunaqa narsa bor. Kollaterallik degan tushuncha bor. Bu qanday bo'ladi? Kollaterallik
Kollaterallik tushunchasi. Ishemiya oqibatida kollaterallar rivojlanadi. Bu kollaterallarni biz qon tomirlar deb tushunsak bo'ladi. Chunki o'sha a'zoga borayotgan qonni to'sib qo'yilganligi hisobiga yangitdan boshqa yo'ldan, ya'ni kollateral arteriya, ya'ni yoki qanaqadir tomir hosil qiladi-da, qon bilan ta'minlashga harakat qiladi. Bu kompensatsiyada. Demak, kollaterallik biror bir hujayrani qon bilan ta'minlayotgan arteriolada qandaydir defekt hisobiga yoki to'siq hisobiga qon o'tmay qolganda a'zoni qon bilan ta'minlash uchun yangi boshqa bir qon tomir hosil qilish orqali qon bilan ta'minlash. Tushunarli? Ya'ni yangi qon tomir paydo bo'lishi. Demak, buni tushuntiraman. Masalan, buni ikki xil turi bor. Masalan, A turi deydigan bo'lsak, A turida birinchi normasi qanday bo'lyapti? Normasi ikki xil holatda. Normada masalan bu hujayra cells deydi, hujayra degani va bunga to'g'ridan to'g'ri arteriola kelyapti. Bu normada. Endi ikkinchi holatda esa mana bunday bo'lishi mumkin. Hujayra va bunga ikkita arteriola kelishi mumkin. To'g'rimi? Bu normal holatda. Endi A turida qanday bo'ladi? A turida mana bunday. A turida mana bu joyga qanaqadir to'siq bo'ldi, defekt bor. Demak, qon o'ta olmayapti-da, natijada mana bu sohalarda qon dimlanyapti. Va bu hujayrani nima qilish kerak? Mana bu hujayrani qon bilan ta'minlash kerak. Va qo'shimcha ravishda mana bu joydan bitta qon tomir paydo bo'ladi. Va bu qonni mana shu holatda bu yoqqa olib o'tadi. Aynan mana shu holat A turdagi kollateral deyiladi. Kollateral qon tomir. Ikkinchisi mana bu holatda, endi B turidachi. B turida mana bunday bo'ladi. Masalan, mana bu arteriolada defekt bo'lib qoldi, qon yetib kelmayapti. Bu esa mana bu joyda qon bilan ta'minlash kerak bo'ladi. Demak, mana bu qon tomir bu yoqqa o'tadi. Mana bu yoqqa o'tadi, qon bu yoqda ham qon bilan ta'minlaydi. Tushunarlimi? Bu B turi hisoblanadi. Endi mana shu kollateralliklar farqlanadi. 3 turdagi kollaterallik farqi bor. Birinchi turi absolute mutlaq deganda endi. Absolute funksional yetarli kollaterallik. Bunda nima bo'ladi? Bunda kollateral qon tomir paydo bo'lishiga hech qanday to'siq yo'q. A'zolarni bemalol qon bilan ta'minlay oladi. Bularga qaysi a'zolar kiradi? Masalan, skelet muskullari, qorin parda, paylar, tog'ay, ya'ni shular kirar ekan. Demak, bularga o'sha ishemiya bo'lsa, masalan, qon tomirida qanaqadir defekt, to'siq bo'ladigan bo'lsa, yangitdan mana bu yuqorida ko'rganimizdek bemalol hech qanaqa to'siq yo'q, yangidan kollaterallik hosil qilib olaveradi. Endi ikkinchi kollaterallik bu funksional nisbiy yetishmovchilik. Funksional nisbiy yetishmovchilikli kollateral. Demak, bunda kollaterallik juda kuchli emas. Ya'ni yetarlicha ta'minlay olmaydi. Masalan, bunga asosan o'pka kiradi.
ko'pincha o'pkani misol keltirishimiz mumkin. Masalan, o'pkaga kelayotgan qonda qanaqadir o'pkaga qon yetib bormaydi, to'siq paydo bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha kollaterallik hosil qiladi, lekin o'pkani qon bilan ta'minlab berishga yetarli bo'lmaydi. Tushunarli-a? Uchinchi turi qanaqa bo'ladi? Uchinchi turi bu funksional mutlaq yetarli bo'lmagan. Ya'ni yetishmovchilik. Emas. Yetishmovchilik. Kollateralli. Bunda deyarli kollaterallik hosil qilmaydi. Natijada qon bilan ta'minlanmaydi o'sha a'zo. Natijada qolib ketadi. Eng ko'p holatlarda bundan keyin nima hosil bo'lar ekan? Infarkt rivojlanadi. Infarkt. Bularga qaysi a'zolar kiradi? Bularga birinchi o'rinda yurak miokardi. Yurak, miya, buyrak va taloq. Demak, mana shu a'zolarda qon bilan ta'minlash buziladigan bo'lsa, mana shu 4 ta a'zoda umuman kollaterallik hosil qilmaydi va infarkt rivojlanadi. Demak, bu juda ham xavfli jarayon hisoblanadi. Demak, ishemiya natijasida bizda nima hosil bo'lyapti? Infarkt rivojlanyapti. Endi infarktlarni tushuntiradigan bo'lsam, infarkt bu to'qima yoki organni bir qismini qon bilan ta'minlanishini buzilishi natijasida o'sha hujayraning o'lishi. Demak, bizda nekroz bilan farqi bor. O'zi aslida infarkt bu nekrozning bir turi hisoblanadi. Farqini tushuntirib beradigan bo'lsam, nekroz hujayraning nobud bo'lishi, ya'ni o'limi. Infarkt ham o'limi. Lekin nekrozda masalan qanaqadir travma bo'lishi mumkin, nimadir juda ham ko'p omillar ta'sirida nekroz bo'ladi. Hujayra o'limi bo'ladi. Lekin infarkt faqat bitta jarayon. Qon aylanishining to'xtashi natijasida yuzaga kelgan nekroz. Demak, faqatgina qon aylanishini to'xtadi, natijada nekroz rivojlandimi? Aynan mana shu holat infarkt deyiladi. Tushunarli-a? Endi infarktni tashqi ko'rinishlari ponasimon, noaniq shaklli, yirik yoki mikroinfarkt bo'lishi mumkin. Va uni qon bilan ta'minlanishiga qarab infarkt o'chog'ini 3 xil shakli bo'ladi. Birinchisi oq infarkt. Oq infarkt bu ko'pincha taloqda bo'ladi. Taloqda bo'ladi. Ya'ni kollaterallikning mutlaq yetishmovchiligi rivojlanadi bunda ham. Oq infarktda shunaqa. Kollaterallikning mutlaq yetishmovchiligi, ya'ni hech qanday kollaterallik hosil qilmaydi. Buni hisobiga o'sha a'zoda infarkt rivojlanadi. Endi qizil infarkt bor. Qizil infarkt bu o'pkada uchraydi. Bu o'pkada uchraydi. Demak, nisbiy yetishmovchilik kollaterali. Ya'ni u kollaterallik hosil qiladi, lekin o'pkani qon bilan ta'minlashga yetarli bo'lmaydi. Endi qizil hoshiyali oq infarkt bor. Buni boshqacha nomi gemorragik gultojsimon oq infarkt deyiladi. Bu ham kollaterallikning mutlaq yetishmovchiligi. Demak, bular umuman kollateral qon tomirlar hosil qilmaydi. Shu sababli ham infarkt rivojlanishi juda ham yuqori bo'ladi. Bularga miokard, ya'ni yurak va buyrak kiradi. Infarkt o'chog'i nima uchun? Ya'ni mana bu gemorragik gultojsimon deb nomlanyapti. Infarkt o'chog'i periferiyasidagi tomirlar, masalan mana bu infarkt bo'ladigan bo'lsa, nekroz bo'lyapti va buni periferiyasidagi qon tomirlarni dastlab spazm bo'lishi, ya'ni vazokonstruksiya bo'lyapti birinchi bo'lib, keyin birdaniga keskin vazodilatatsiya bo'ladi. Buni hisobiga qon tomirlar yorilib ketadi.
Mana shuning uchun ham gemorragik gultochsimon infarkt deyiladi. Ya'ni o'sha mikroskopda ko'rgan paytida shunaqa gultochsimon har xil qon tomirlar yorilib ketganligini ko'rish mumkin. Shu sababli gultochsimon oq infarkt deb yuritilyapti. Ya'ni u yorilib ketganligi hisobiga qon ketish bo'ladi. Shu gemorragik holat. Demak, infarkt tushunarli. Endi stas haqida gaplashamiz. Stas nima? Bu mikrosirkulyatsiyada qon oqimining to'xtashi. Aynan qaysi qon tomirlarda? Masalan, kichik arteriya, kapillyar yoki venulalarda aynan qon oqimining sekinlashishi va oxir-oqibat to'xtab qolishi natijasida yuzaga keladigan holat hisoblanadi. Turlari bor. Buni turlari bor. Stazni birinchisi birlamchi va ikkilamchi. Birlamchisi bu haqiqiy stas va ishemik stas va venos stasga bo'linadi. 3 ta turi bor va stas bu qaytar jarayon hisoblanadi. Xo'p. Endi umumiy biologik nuqtai nazardan olganda stazni asosan periferik qon aylanishi va qonga to'lishini idora etadigan moslashtiruvchi mexanizmlarning uzilishi yoki dekompensatsiya deb qarash mumkin deb aytilgan. Stas quyidagi vaqtlarda paydo bo'ladi. Qachon paydo bo'ladi? Tomir bog'lab qo'yilganda, venöz qonning dimlanishida, tomirga fizik yoki kimyoviy omillar bevosita ta'sir qilganda, vazomotor o'zgarishlar, yuqumli infeksion kasalliklarda, infeksion allergik kasalliklar vaqtida paydo bo'lishi mumkin ekan. Xo'p. Endi stazda boya aytganimizdek 3 ta turi bor dedik. 3 ta turi bor dedik. Mana shu turlaridan birinchisi haqiqiy, ya'ni chin stas haqida gaplashamiz. Birinchisi chin stas. Chin stas yoki haqiqiy stas. Buni asosida sludge fenomeni yotadi. Ya'ni sludge jarayoni yotar ekan. Sludge nima edi? Sludge fenomeni deganda ingliz tilidan olingan bo'lib, bu sludge ya'ni loyqa yoki quyuqa degan ma'noni bildiradi. Tibbiyotda qonni o'ta quyuqlashib ketishi, eritrotsitlarning bir-biriga yopishib, tangachasimon ustunchalar hosil qilishi yoki o'sha qon oqimini keskin sekinlashib ketish jarayoni aynan sludge deyiladi. Sludge bu ya'ni stazda qon gemolizi va ivishi sodir bo'lmaydi. Shuning uchun ham o'sha staz chaqiruvchi sabablar yo'qotilsa qon oqimi tiklanadi. Stazda qon tomirlar keskin kengayib ketadi va bir-biri bilan yopishgan eritrotsitlar bilan to'ladi. Demak, staz jarayoni sludge bilan bevosita bog'liq. Chin staz demak sludge bilan bog'liq ekan. Demak, tushundik. Sludge nima desa, qisqacha qilib aytganda, eritrotsitlar bir-biriga yopishib qoladi, agregatsiya bo'ladi. Demak, ustuncha shaklida tangachasimon ustunlarni hosil qiladi, qon oqimini to'sib qo'yadi. Aynan mana shu jarayon sludge deyiladi. Xo'p, bunga nimalar sabab bo'lishi mumkin? Masalan, kimyoviy sabablari deylik. Etiologiyasi. Sabablari. Xo'p, masalan, kimyoviy omillar bo'lishi mumkin. Kimyoviy omillar. Masalan, zaharlar, eritmalar, har xil dori-darmonlar sabab bo'lishi mumkin. Keyingisi bu biologik. Ya'ni bu mikroorganizmlar, ya'ni infeksiyalarning toksinlari. Keyingisi fizik omillar. Bularga masalan issiqlik bo'lishi mumkin. Issiqlik yoki sovuqlik. Mana shular sabab bo'lishi mumkin. Xullas barcha sabablar eritrotsitlar zaryadini o'zgartiradi va agregatsiyaga uchratadi. Tushunarli? Mana shu sabablar hammasi eritrotsitlarni, masalan mana bu eritrotsit bo'lsa, zaryadini nima qiladi? O'zgartirib yuboradi. Mana bu holatga. Plus zaryadlar keyinchalik sog'lom mana bu eritrotsitlarni bir-biriga tortadi. Natijada ustuncha shaklida tangachasimon bo'lib, ya'ni sludge hosil bo'ladi. Patogenezi qanday bo'ladi endi? Patogenezi.
patogenezida slash hosil qildik. Slash, ya'ni barcha omillar slash hosil qiladi. O'sha eritrositlar agregatsiyasi qilgandan keyin bu slash kapillyarlarda eritrositlarni ustun bo'lib qon oqimini sekinlashtirib qo'yadi. Ya'ni qon oqimini sekinlashadi va sekinlashgandan keyin masalan qanaqadir biologik aktiv moddalar, serotonin bo'lishi mumkin. Serotonin yokida bradikinin yoki gistamin, mana shu mediatorlar, gistamin mediatorlar nima qiladi? To'qima muhitini pH'ini pasaytirib yuboradi, ya'ni kuchli kislotalik tomonga siljitadi. pH kamayadi, kislotalik ortadi. Kislotalik ortadi. Bu nimaga sabab bo'ladi? Bu qon tomirlarini o'tkazuvchanligini oshirib yuboradi. O'tkazuvchanligini vazodilitatsiya bo'ladi va tomirni o'tkazuvchanligini oshirib yuboradi. O'tkazib yuboradi. Tomir kengayadi. Kapillyarlardagi o'sha ustun shakldagi eritrositlar harakatsiz bo'lib qoladi va eritrositlar cho'kadi, ya'ni bo'kadi, o'sha suyuqlikka bo'kadi. Demak, eritrotsitlarning bo'kishi bo'ladi va qon tomir devoridan to'qimalarga bo'shliqqa chiqib ketadi. Demak, interstitsiyaga chiqadi. Tushunarli bu? Demak, aynan mana shu holat haqiqiy chin staj hisoblanadi. Xo'p. Endi ikkinchisi bizda ishemik. Ishemik qanday bo'ladi endi? Ikkinchisi ishemik staz. Ishemik staz mana shu mikrosirkulyatsiyada qon oqimi to'xtash natijasida kelib chiqadi. Ya'ni qon tomirlarining to'silib tiqilib qolishi, tashqi bosim bo'lishi yoki qanaqadir qisqa vaqtli vazokonstruksiya natijasida paydo bo'lishi mumkin. Ishemik staz. Uchinchisi bizda venoz staz bo'ladi. Venoz staz qanaqa? Ya'ni vena qon tomirlarida qon oqimini qiyinlashishi, ya'ni bu vena qon tomirlarini oziq moddalar bilan ta'minlashining buzilishi yoki tomirlarni harakatlantiruvchi nervlarda falaj bo'lishi hisobiga paydo bo'lishi mumkin-da. Demak, venoz staz bo'lyapti. Mana shuni hisobiga paydo bo'lyapti. Eng ko'p holatlarda haqiqiy staz ahamiyatga ega. Xo'p, stazni oqibatlari nimadan iborat? Oqibatlari, ya'ni asorati. Oqibatlari. Birinchisi, agar tomir devori shikastlanmagan bo'lsa, sabab bartaraf etiladi. Ya'ni o'sha shikastlanmagan bo'lsa, sababni bartaraf etganimizdan keyin qon oqimi to'liq tiklanadi. To'liq qon oqimi tiklanadi. Bu ijobiy oqibat. Endi salbiy bo'lsa-chi, bunda agar qon tomir shikastlanishi og'ir bo'lsa, bunda organ, ya'ni o'sha staz orqaga qaytmaydi. Ya'ni to'qima o'limi, hatto nekroz rivojlanishi mumkin. Bu juda ham og'ir holatlarda yuzaga keladi. Bu staz edi. Demak, sizlar bilan aynan mana shu holat haqida gaplashdik. Mana bu, ya'ni patogenezda qon tomirlar ichida eritrositlar zaryadi o'zgarishi tufayli ularning agregatsiya bo'lishi, ya'ni bir-biriga yopishib qolishi va qon reologik xossalaring o'zgarishi tufayli suv chiqib ketishi va qovushqoqlikning ortishi. Aynan staz jarayonida nima bo'lar ekan? Eritrositlar bir-biriga yopishib qoladi, agregatsiya bo'ladi va o'sha ustun shaklda joylashib qon oqimini to'sib qo'yadi va bu holatda qon tomirlar kengayib, o'tkazuvchanligi oshib ketadi. Aynan bu holat staz deb yuritilar ekan.